Abdulla Qahhor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Ayb kimda? Hamroyev kechki ovqatdan keyin bir pas cho'zilmoqchi bo'lgan ekan. To'g'ri kelmadi. Narigi uy to'polon. Bolalar bir-birini yostiq bilan urib o'ynayotibdi. Soat 8:30da majlisga borishim ham kerak. Kecha Hamdam ota-onalar majlisi bo'lishi to'g'risida maktabidan qog'oz olib kelgan. Hamroyev hech qachon majlisga borgan emas, ammo fursati bo'lganda bir tayyorlanib bormoqchi va bola tarbiyalashni bilmagan yoki bu ishga sovuq qaragan o'qituvchilarni uyaltirmoqchi edi. Bu niyat uning xotini Sobiraxonga juda ma'qul bo'ldi. Gapiring, izza qiling. Bolalar maktabda o'qib qaytib bevosh bo'lib ketyapti. Siz uyda yo'q vaqtlarda Hamdamingizning dastidan menga kun yo'q. Ilgarilari urib yengar edim. Endi uray desam, qochib tomga chiqib ketadi. Tomda turib menga tilini ko'rsatadi. Hamroyev qo'yin daftariga nimalarnidir yozdi. Xo'sh, tag'in nimalar qiladi? Tag'in ursam baribir og'rimaydi, deb xir-xir kuladi. Aytgancha, bir yildan beri biror marta aya deganini eshitganim yo'q. Hamisha Turandot deydi. Hamroyev kulib yubordi. Bu laqabni Sobiraxonga o'tgan yil bayramda birovnikiga mehmon bo'lib borishganda o'zi qo'ygan va shu bilan hammani kuldirgan edi. Turandot deydimi? Lekin buni majlisda gapirib bo'lmaydi. Chunki lekin bir tomonda gapirilsa ham bo'ladi. Bola degan kattalarning gapini gapirmasligi kerak. Albatta, maktabga shunaqa narsalarni o'rgatmasa nimani o'rgatadi? Quruq ilm bilan bola nima bo'lar ekan? Hamroyev Sobiraxonning shikoyatlarini gazetalarda o'qigan, odamlardan eshitgan tarbiyaga doir gaplarni yozib qo'yin daftarini to'ldirdi. Keyin bularning hammasidan xulosa chiqardi. Men biron qog'ozga o'qimasdan qo'l qo'ysam, sen biron ko'ylakning yoqasini qiyshiq qadab qo'ysang, ishga sovuqqonlik bilan qaraganimiz uchun javobgar bo'lamiz. Nima uchun bola tarbiyasiga sovuqqonlik bilan qaragan o'qituvchiga qonun yo'q? Qani, chiqar bu yoqqa Hamdamni. Chaqir. Narigi uydan uvadasi chiqib ketgan. Yostiqni ko'tarib Hamdam chiqdi. O'tir bu yoqqa. Xo'sh, sen nima uchun ko'cha bolalariga o'xshab axloqsizlik qilasan? Hamdam yostiqni kursiga qo'yib, ustiga o'tirdi va onasiga qaradi. Nima qildim? Men so'rayotibman, menga qara. Nima qilganingni bilmaysanmi? Nima uchun oying urganda? Xayr, bu ham mayli. Nima uchun oyingni aya demay yo'q? Nima uchun tomda urib ayangga umuman tomlarda yurar emishsan? Yer ko'tarmaydimi? Maktabda senga shuni ta'lim beradimi? Qani daftarlaring? Hamdam ayasiga qaradi. Qachon men tomda yuribman? Yo'q, tomni qo'y. Menga daftarlaringni ko'rsat. Bu yil o'qish boshlangandan beri nechta a'lo baho olding? Bitta ham yomon baho olganim yo'q. Mana. Hamroyev daftarlarni varaqlay boshladi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Yaxshi, o'rta. Qani a'lo? Ruschada nima uchun yaxshi? A'lo o'qisam ham o'qituvchimiz yaxshi qo'yadi. A'lodan yaxshi deydi. Aha, hali siz yolg'on gapirishni ham bilasizmi? Qani beriroq kel, ko'zimga qara. Yaxshi deydimi? Hamdam yolg'on gapirishning bunday oqibatini umrida birinchi ko'rish edi. Yig'lab yubordi. Menga qara deyman. Kim o'rgatdi senga yolg'on gapirishni? Qaysi domlang? Sobiraxon aralashtirildi. Qo'ying endi. Men bad yolg'on gapirmaydi. Voy tavba, ruschadan nega yaxshi? Baloday gapiradi shekilli-ku. Hamroyev Hamdamning qulog'idan cho'zib o'ziga qaratdi. Tag'in yolg'on gapirasanmi? Bundan keyin yolg'on gapiradigan bo'lsang bilib qo'y. Men oyingga o'xshab og'rimaydigan qilib urmayman, a? Shu yolg'on gapingdan keyin ruschadan yaxshi olganingga ham ishonmayman. Qani, xo'sh, masalan, choynakning qopqog'ini ruschada nima deydi? Samovarning jo'mragini nima deydi? Hamdam ikkovini ham bilmadi. O yig'lagancha nariga uyga kirib ketdi. Hamroyev qo'yin daftarini olib nimalarnidir o'chirdi. Yana nimalarnidir yozdi. Yo'q, dedi cho'ntagiga daftarni solib. Bu ishga jiddiy qarash kerak. Shunday bo'lgandan keyin majlisga jiddiy tayyorgarlik ko'rib borilmasa bo'lmaydi. Tarbiyaga doir kitob yo'q. Kitob ko'p. Soat 8 bo'ldi, dedi Sobiraxon. Hamroyev o'ylanib borsa, albatta gapirish kerak. Gapirmaydigan bo'lsa boshining keragi yo'q. So'zga chiqqanda gapni nimadan boshlaydi? Nima to'g'rida gapiradi va qanday xulosa chiqaradi? Yo'q, bu xilda borishdan foyda yo'q. Turandot, dedi. Bu safarcha siz boring. Men yanagi safar jiddiy tayyorgarlik ko'rib boraman. Qo'ysangizcha,
Umrimda bormagan joyimga qanaqa qilib boraman? Mening borishimdan nima foyda? Foyda bo'lmasa, ziyon ham yo'q-ku. Er-xotin foyda-ziyon to'g'risida tortishib, soatni 8:30 qilishdi. Hamdam chiqdi. Nima qilib o'tiribsizlar? Direktor juda tayinlagan edi. Xatni topshirmagandirsan, deb erta meni urishadi. Oying bormaydi. Borishidan foyda ham yo'q. Men yangi safar boraman. Mudir so'rasa, shunaqa deymanmi? Nega? Gap katta bo'lib shunga ham vaj topolmaysanmi? Dadam ishdan kech keldi. Oyim betob yotibdi degin. Hamdam dadasiga qaragancha uzoq turib qoldi. U yerdagi xuddi shunday deydi. 1940-yil.